Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan chakchak qilamiz. Haytimizda ajoyib bir shirinliklaridan biri bu ham. Birinchi 5 ta tuxumni, oq sarig'ini billa qilib chaqib olamiz. Keyin bunga 1 choy qoshiq mayonez sovoraman yoki yarim choy qoshiq solsangiz ham bo'ladi. Soda 2 chimdimga ozgina 2-3 tomchi kuz solib o'ldirib olib sovorasizlar. Sodasini ko'p sovormanglar. Nima deydi? Chakchakinglar ishib ketadi, g'alatiroq bo'lib qoladi, kumir bo'lmaydi. 2 chimdim ozgina solinglar, ko'p sovormanglar, ehtiyot bo'linglar. Mana yaxshilab oqib 1-2 marta ko'pirtirib oldim. Keyin un solib xamir qilamiz. Mikserda emas, oddiy zibvalkada ham bemalol qilsanglar bo'laveradi. Bunga o'z mikser shart emas bunga. Men ishlatganim uchun qilib Mana birinchi lapatkada xamir qilinglar, keyin qo'lda sal xamir holiga kelgandan keyin, chunki rosa yopishqoq bo'ladi. Qo'linglarni tozalaguncha ham qiynalib ketasizlar. Unlab qovuringlar boshida to xamir holiga kelguncha. Keyin mana stolga un sepib, yaxshilab, keyin stolda zuvala qilib olamiz. Xamirni rosa ham yumshoq ham, qattiq ham qilib qo'ymanglar. O'rtacha jonliroq xamir bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana men zuvalam tayyor. Uni 2 ga bo'lib yoyaman. Sizlar ham men oson kichkina qilib yoydim, shuning uchun 2 ga bo'ldim. Xohlasanglar bitta qilib yoysanglar ham bo'ladi. Mana 5 minutga tindirib qo'ydim. 5 minutdan ko'p tinib ketmasin. Juda tinib ketsa ham yoyishga qiynalasizlar, shalpayib tez yoyilib ketadi. Mana endi buni 4-5 mm qalinlikda yoyinglar. Juda yuqa qilvormanglar, chunki kesilgandan keyin ham yuqalashib ketadi. Yog'dan bu yoqqa olganda xamirni, shuning uchun jay yuqa yoyib yormanglar xamirni. Qalinroq yoyaveringlar. Asosan chetlarini yoyinglar. Mana endi lentalar kesib chiqyapman. 2,5 cm lentalar, 2,5-3 shunaqa atrofida bo'lishi kerak. Men chamalab kesyapman. Endi sizlar agar bir xil chiqsa adashyapman desanglar, lineykada yoki biror boshqa narsada o'lchab kesib olishinglar mumkin. Chakchakka mana bunaqa alohida qilib kesiladi. Bo'lmasa bir-biriga yopishib ketadi. Keyin pishganda ham xunuv chiqadi. Qizib turgan yog'imizga nima deydi, baland olovga emas, faqat sal o'rtacharoq olovda pishirasizlar. Unaqa baland olovda pishirmanglar, aylantirib turinglar shunaqa qilib. Cho'vlida bir tomoni qizarib, bir tomoni qizarmay qoladi. Oq sariq bo'lib ajrab qoladi rangi. Aylantirib tursanglar bir tekis pishadi. Men ozgina solib pishirib ko'rsatdim hozir, lekin bundan ko'proq solib pishirsanglar bo'ladi, bemalol. Mana hammasini pishirib oldim men kesib. Endi qiyomini qilamiz. Ekranda ko'rib turgan narsanglar videoning tagiga ham yozib qoldiraman. Birinchi bir pila asalimizni solamiz, ustiga keyin shakarni solamiz. Keyin 2 qoshiq suv sovoraman. Yaxshilab aralashtirib olib, gazga qo'yamiz. Gazni birinchi olovini baland qilib, qaynaguncha, keyin past olovda 5 minut qaynatamiz. Mana qaynab chiqdi, endi pastroq qilib qaynataman. Qiyom tayyor bo'lganini mana bunaqa ichiga tomizib ko'rsanglar, qiyom qimillamay oqmasa, demak qiyominglar tayyor bo'ladi. Issig'ida buni chakchaklarning ustiga quyib chiqamiz xamirlarni. Yaxshilab issig'ida tez aralashtiringlar. Asali tez qotib qoladi. Tez tegi bilan aralashtirsanglar, bir tekis aralashsin hamma yog'iga. O'shanda yaxshi yopishadi. Mana issiqligida o'sha chakchakni keyin qanaqa idishga solmoqchi bo'lsanglar, xohlagan idishingizga solishinglar mumkin. Keyin qo'linglarni suvlab, qo'linglarni suvga botirib bosib chiqasizlar ustidan presslab. Nima deydi? Qo'linglarni suvlamasanglar, qo'linglar yopishib ketadi. Suvlasanglar yopishmaydi. Ham chakchakinglar zichlashadi, keskanda ham chiroyli chiqadi. Endi ustini xohlaganingizcha yasatishingiz mumkin. Menda yong'oq bor edi, yong'oqdan yasatdim. Asalga botirib yopishtirib chiqdim.
Mana chakchakim tayyor bo'ldi mani. Hammanglarga yoqimli ishtaha, hammanglarga rahmat.